Tasavvur qiling. Radarlar jim, osmon sokin. Hech kim uni ko'rmayapti. Ammo u allaqachon manzil ustida. Bu oddiy samolyot emas. Bu dunyodagi eng qimmat, eng maxfiy va eng xavfli bombardimonchi. Northrop Grumman B-2 Spirit. Va agar ertaga global urush boshlansa, ehtimol birinchi uchadigan aynan shu bo'ladi. Bir 1980-yillar sovuq urush avjida. AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi taranglik eng yuqori nuqtada edi. Radar tizimlari kuchaymoqda. Oddiy bombardimonchilar endi omon qololmaydi. Shunda AQSh yashirin loyiha boshlaydi. Maqsad radar ko'ra olmaydigan samolyot yaratish. Loyiha deyarli 10 yil maxfiy olib borildi. 1988-yilda u ilk bor ommaga ko'rsatildi va dunyo hayratda qoldi, chunki u oddiy samolyotga o'xshamasdi. B-2 ning eng katta siri uning shakli. U flying wing, ya'ni faqat qanotdan iborat dizayn. Unda oddiy samolyotlardagi vertikal quyruq yo'q. Bu radar to'lqinlarini tarqatib yuboradi. Natijada radar ekranida u kichkina qush yoki oddiy signal sifatida ko'rinadi. Hatto ba'zi tizimlar uni umuman aniqlay olmaydi. B-2 Spirit tarixdagi eng qimmat harbiy samolyot hisoblanadi. Bir donasi taxminan $2 milliard. Bu narxga maxsus kompozit materiallar, maxfiy texnologiya va yadro qurol tashish imkoniyati kiradi. Umumiy ishlab chiqarilgan soni atigi 21 dona. Bu samolyotlar oddiy emas, ular strategik vosita. B-2 18 tonnagacha bomba tashiy oladi. U yadro va oddiy bombalarni olib yurishi mumkin. Uning masofasi 10,000 kilometrdan ortiq. Havo yo'lida yonilg'i qo'yilsa, deyarli cheksiz. U Kosovada, Afg'onistonda, Iroqda real jangovar amaliyotlarda ishlatilgan. Ko'pincha urush boshida aynan B-2 zarba beradi, chunki u havo mudofaasini buzib o'tadi. Stealth bu shunchaki ko'rinmaslik emas. Bu issiqlikni kamaytirish, shovqinni boshqarish, radio signallarni yashirish. B-2 maxsus qoplama bilan qoplangan. Har bir parvozdan keyin uni tekshirish va ta'mirlash juda murakkab. Shu sababli u juda qimmat xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Hozirgi kunda B-2 asta-sekin yangi avlod bombardimonchisi bilan almashtirilmoqda. Northrop Grumman B-21 Raider loyihasi boshlangan. Ammo B-2 hanuz faol xizmatda va global strategiyada muhim rol o'ynaydi. Ammo savol tug'iladi. AQSh bu texnologiyada yolg'izmi? Albatta yo'q. So'nggi yillarda Xitoy va Rossiya ham stealth texnologiyasida jiddiy qadam tashlamoqda. Xitoyning eng sirli loyihalaridan biri H-20. Bu ham flying wing dizaynida bo'lishi kutilmoqda. Ya'ni tashqi ko'rinishda B-2 ga o'xshash. Taxminlarga ko'ra, u ham yadro qurol tashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masofasi 8-10 ming kilometr atrofida deyilmoqda. Lekin muhim jihat shundaki, H-20 hali to'liq jangovar xizmatga kirgani rasman tasdiqlanmagan. Ya'ni u hozircha nazariya va cheklangan ma'lumotlarga asoslangan loyiha. Rossiya esa boshqa yo'lni tanladi. Sukhoi S-70 Okhotnik. Bu uchuvchisiz stealth apparat. U klassik bombardimonchi emas, u dron. Bu esa xavfni kamaytiradi. Okhotnik Su-57 qiruvchisi bilan birga ishlashi rejalashtirilgan. Ya'ni kelajak urushlari inson plus sun'iy intellekt kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Endi yana bir savol tug'iladi. Ular B-2 dan kuchlimi? Hozirgi holatda yo'q. Sababi oddiy.
B2 1990-yillardan beri real jangovar tajribaga ega. U sinovdan o'tgan. H-20 esa hali amaliyotda ko'rilmagan. Охотник esa bombardimonchi emas, balki stealth dron. Texnologik tajriba va jangovar ishonchlilik bo'yicha B2 hali ustun. Ammo bu ustunlik abadiy emas. Harbiy texnologiya doimiy poyga demakdir. AQSh B2 va yangi B21 bilan, Xitoy H20 bilan, Rossiya uchuvchisiz stealth tizimlari bilan. Savol endi shunday: kelajak urushlarida kim osmonni boshqaradi? Balki ko'rinmas qanotlar zamoni endi boshlangandir. Agar sizga shunday texnologiyalar ortidagi haqiqatlar qiziq bo'lsa, keyingi videoda yana bir maxfiy loyiha haqida gaplashamiz. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentda ham o'z fikringizni yozib qoldiring va eng asosiysi, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Shunda keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha